Yo, ertalab bo'pti-ku. Hammaga salom, obunachilar. Sizlar o'sha tanigan vatan taylagan. Va Alloh. Okey. Salomlashgan debdilar bo'ldi. Juda mix bosyapti-ku ya. Ochilib chiqdi. Ochilaman hozir. Ana. Yo, WhatsApp hammaga YouTube ahli sizlar bilan Kabina Pixel va sizlar yangi videoimga xush kelibsizlar. Va bugun eng katta orzulardan biriga erishaman. Ya'ni bugun biza aytmayman. Chunki uni o'zingizlar topishinglar kerak. Eng katta orzularimdan biriga erishaman. Bugun yakshanba va lekin pochta ishlash kerak. 100% ishlaydi pochta. Bu qaranglar, buni 2-3 kun oldin sotib oldim. Bilasizlar, meni mashinachalarim, jonkalarim qaranglar. Ballonchalardan hozir o'sha nima desamkin, joy sotib olganman, o'sha yerga ketishim kerak. Borib pulini berib kelamiz. Egasi hozir yo'q. Pochtaga bersam ishlaydi. Pochta shuning uchun o'zi pochtani oladi, pulini pochtaga beraman. Qaranglarchi, drift qilishini. Короче, nimaga bunchalik tez gapiryapman? Birinchi sabab juda ham xursandman. Va boshqa sabab yo'q. Всё, xursandman. Hozir o'sha boramizda joyni ko'rsataman sizlarga. O'zim ham ko'rganim yo'q, hali katta joy deyishdi. Вот так, birinchi joy. Mana shu birinchi joy. Shu tomonlarga parkovka qilib qo'ysam bo'ladi. Mana. Tak, bu o'chirman banu. Hozir qani? Tayyor. Tak. Aytgancha bu o'sha mana bu birinchi joy. Shu joyni olaman. Ikkita joy aytib qo'ydim-da egasiga. Bu joyni narxini 5 pashka deyishdi. Ko'kida. Ikkinchi joyi ham unchalik uzoq emas bu yerdan, shuning uchun ikkinchi joyni ham ko'p kelish kerak borib. Mashina sportivniy qilib taxlangan, aytgancha mashina motori V8. Tak, bu tomonda esa vokzalda, poyezdni vokzali. Men to'g'risi o'sha Kamazda keldim, shuning uchun poyezdga minganim yo'q. Nasib bo'lsa mana bu ko'rib turgan joylaringizda. Oyog'im. Okey, mayli, cho'p. Oyog'imni cho'p. Okey, mana shu ko'rib turgan joylaringiz. Ikkinchi joy. Nimaga bunaqa effektlar chiqib tushunmadim. Okey, mana shu joy. Hozir buni ham ko'ramiz. O'sha ko'rinishdan farq qilishlari mumkin. Uni birinchisidan yaxshiroq shahar nomi yozilgan, bu yerga foydasi yo'q hech narsani. Tak. Mana shu joy, qaranglar, вообще katta-yu. Lekin narxi ham kattaligiga yarasha katta-da. Nima desam? 6 pachka. Şey bu rasmlardan. Okey. Hozir buni birinchi bo'lib bankomatga borish kerak, pul yig'ish kerak, balo qilish kerak, batar qilish kerak. Всё, ko'p narsa qilish kerak. Shuni sotib olaman. Unisi ham chiroyli, lekin bilmayman. Bunisi yo'qdi menga, chunki qaranglar, neobычный shaklda-da. Yozib qoldiringlar, davay. O'zi menimcha previewga ham qo'ysam kerak, orzuyimni, rasmini balki. O'shani yozib qoldiringlar, iltimos. Men вообще ko'rasizlar, ikkinchi videoni o'zidan o'sha ko'tarilaydi-da. Bir yomon-da. Okey, hozir boramizda pulni olib kelish kerak, pochtaga berish kerak ekan uni. Okey, tak. To'g'ri yo'ldan kelamiz, ya'ni hozir kelgan joyimizdan, chunki birinchi marta kirgan vaqtimda dabdalas chiqib ketdi, dabdalas prям. Aytmoqman-ku. Tak. Buni qo'yib olamiz-da shu yerga. Qani? Pulni olish kerak. Pulni dengi нужны meni. Shu taraflarga bankomat bor edi. Da. Bir ikkita narsani ham olish kerak uydan. Sizlar ko'rmagan narsa bor, bu deyarli sir. Ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Hech kim ko'rmabdimi? Tak, bular oddiy narsalar, lekin
Da. Buni hech kim ko'rmasligi kerak. Shu uchun oynalar qorong'i qilib qo'ygan. Nimaga ulosan hech narsani qo'llagani yo'q. Okey, iloji bo'lsa men uyimning yoniga yurmayin. Xo'p. Da shunaqa. Da tak. Yechib olamiz. Ularga 6 pachka bo'lsa, tak, birinchi uchtalik va ikkinchi uchtalik. Okey. Nimaga pul ko'p bunchalik? Chunki shart emas aytishim. Normalni o'zlaringiz o'ylashinglar mumkin. Qanaqa tak. Ana bu narsani ham olish kerak. Da 17 bor o'sha 17nida 17 tutish kerak-da. Prosta bu nimaga kerak? Bu shahar biroz xavfli, shuning uchun uni olib yuraman. Hech kim hujum qilib qolmasligi uchun. Xo'p, qaranglar-da. Qo'z ko'rsaman. Qaniydi u? Ana ha. Yana olib ketyapti-ku. Mana shu mana. Sen ko'rdinglar. Da. Hech kim kela olmaydi bu tursa. Foydalanish uchun ruxsatnoma ham bor, qonuniy. Shuning uchun olib yurayman buni. Da. Men yomon boladan emasman. Prosta o'zimni himoya qilish uchun. Okey. Ketdik. Ketdik. Chiqing. Tamam. 17 ni yeb ko'rasizmi yo? Yo'q, nima qilyapsan? Chiq dedim. Chiq. Xo'p, nima bo'ldi? Johillarsan. Tak, menga bunaqalar yoqmaydi. To'g'risi, hadeb uyimga kiraveradi. 3-4 kundan beri bezor qildi. O'zi kech qo'ygandan beri bezor qildi bor-ku. Eshikni almashtirib yaqinda. Iloji yo'q. Okey, mana ko'rasizlar, qanchalik hayajon bilan gapirayotganimni. Borish kerak tez o'sha pochta agar o'sha yerda ishlayotgan bo'lsa, shapa beraman pulni va o'sha remont qilish kerak. Chunki bilmayman, u juda ham g'alati qorong'i edi-da. Mana shu taraflarga vokzaldan chiqqanlar pochta bo'lish kerak. Aniq bilaman, pochta bo'lish kerak mana shu tomonlarda. Chunki dokumentlarni oldim. Tak, lekin ko'rib chiqing, ikkalasining ham dokumenti bor deyishgandi. Hozir uni shart emas menga, shuning uchun. Vot. Pakovka qildik bu yerga. Tak. O'shirdimmi? Da. Do'stlar, вообще tak. O'zi yo'qdan kelganmi? Olib boramiz, tamom. Shunisini olib boramiz. Ko'rasizlarmi? Qorong'i ichida arabalar bor-da, buni hozir. Foydasi yo'q buni hozir qilganda. Shuning uchun tak, pulni berib kelamiz va bu yerni addish remont qilaman. Qaranglar, uni kakras orzuyimdagidek joyda ekanda, orzuyimda. Chiqib orzuyimdagi joy ekanda, bor-ku. Duduqlanib, nima eshik yo'qdan bo'lsa, duduqlanib ketyapman chunki juda shoshilyapman. Juda ham. Hozir borsam agar iloji bo'lsa pochta ochiq bo'lsin-da, shu tomonlarda 100% shu taraflarda edi. Tak, bashnani yondaydimi shekilli. Do'stlar, qanchalik xursandligim tasavvur qila olmaysizlar. Okey. Aytgancha, video bilan olib ketib men aytaman ben sizlarga. Obuna bo'lib qo'yinglar, darroq. Davay, biz ham birga bo'laylik. Okey. Tak, pochta. Хорошо, ochib. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nima yubormoqchisiz? Men pul bor edi, shuni yubormoqchiman. O'tdak mana bu manzilga. Bemalol yuborishingiz mumkin. Qancha o'zi? 6 pachka. 6 pachka? Da, 6 pachka o'tmang. Olishingiz mumkin. Tak. Qog'ozda manzil yozilgan. Birontasi ham kam emas, olib boringlar. Okey. Ishonishingiz mumkin. Xo'p, kelib turing. Axir xabar olishga kelaman. Bemalol, sog' bo'ling. Okey, qaranglar-da, o'zi endi u yo'q meniki. Всё, shuni bilaman. Endi u yo'q meniki. Hozir boraman-da, tak, yoritgich. Chiroqlar aytgancha kamazimda bo'lish kerak, 100% bo'lish kerak. Chunki o'zim uyimni ham remont qilaman deb olib keldim, lekin aniq bilaman, olib kelmay o'sha uyni ishlatganim yo'q uni. Tak. Bu yerga nima qilaman?
Davay, mashinaga borish kerak-da. Uydan yoritgichlarni olib kelishim kerak. Tak. Hozir borsam. Ha. Kelasi video chiqishi uchun atiga 20 tami, 30 tami like qilsanglar bo'ldi. Men o'zim motivatsiya olib chiqarib yuboraman videoni. Tak, o'tib bilaman. O'tib bilar ekanman. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turinglar. Tak. Bu yerda qaytsak, raz yaxshi. Davay, ketdik. Okay. Nimaga bunchalik ko'p g'alati gapiryapsiz deganlar uchun juda ham hayajonlanyapman axir. Tushunyapsizmi? Juda ham hayajonlanyapman. Minecraft hayajonlanib ketyapti-ku men aslida. Главный katta yo'ldan ketamiz, chunki ichkari yo'lda o'sha ko'rasizlar odamlar chiqqan. Ha, bugun dam olish kuni. Ko'chada hech kim yo'q. Prosta faqat qishloqda odamlar bor. Bu ham oddiy qishloq emas, eng qizig'i. Ko'rib turibsizlar, bir taraf shahar, bir taraf o'rmon. Bu sentralni, o'rmon emas, u bog'. Sentrda joylashgan, shuning uchun narxi ham ancha qimmat. Shu o'zimni uyimni hech qanaqa mebellarsiz chiq darrov kiradi. O'zimni uyimni hech qanaqa mebellarsiz 4 pachkaga oldim. Qani? Nimaligini ko'rdinglar, to'g'rimi? Da, kommentariyga yozib ketinglar shu narsani. Bu ham sizlarga bitta znakda, nima orzu ekanini topishim, nima qilayotganimni topishim bitta znak. Tak, endi boramiz-da, remontni boshlash kerak. Obbo, sal qoldi urib yuborishimga. Yo'q. Baribir qirilibdi. Baribir qirilgan ekan. Mayli-chi, mashinacha bu o'zi mashinacha ko'rasizlar, ruli karbonmi ruli. Bundan yo 4 ta yo 5 ta edi-da. Aniq bilaman 5-inchisi meniki bo'lishi kerak-da, 5 ta ekan. Eng so'nggisi meniki. Bundan Rederbda bor. Qolganlarini bilmayman. Tak, Rederb ham yaqinda turibdi yashashlar kerak. Lekin anchadan beri ko'rmamiz dedilar qo'shnilarim. Chunki ular anchadan beri shu yerda yashaydi-ku. Lekin ko'rmabmiz deyishdi. Okay, mana shu tarafiga qo'ysak, parkovka qilib. Tak. O'rganib oldim parkovka qilishni bor-ku. Motor katta-yu, shu uchun tez qo'zg'alib ketyapti mashina. Okay. Kirganimiz bilan remontni boshlaymiz. Aytgancha men serverda egasidan o'sha hozirgi kartan shaharni meridan ruxsat oldim. Faqat mana shuni ichida kreativdan foydalanishim mumkin. Va videom bu joyi juda ham tez o'tib ketadi. Chunki do'stlar, bu vaqti ko'p vaqt oldi-da. Sizlarga vaqtlilarni sarflashni istamadim. Shuning uchun addi shu o'zim qurib tashladim-da. Shuning uchun tezlashtirib bordim. Okay, qaranglar-da. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bilaman, juda ham yoqdi. Shuning bilan videomiz o'z oxiriga yetdi. Sizlar bilan Pixel bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.